Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Hammanglarga yaxshi kayfiyat tilayman. Bugun yana mijozlarning oqimini qadam oshirishga oid bo'lgan mavzuni gaplashamiz. Ya'ni biz sizlar bilan noto'g'ri harakatlarimizni, noto'g'ri xatti-harakatlarimizni ko'rib chiqayotgan edik. Bugun Xudo xolisa ko'pchiligimizda uchrab turadigan holat va hozir uchramasa ham qachonlardir uchragan bu holat ko'pchiligimizda. Ya'ni nazarimizga unchalik ilmiymiz, lekin jiddiy bo'lgan mavzulardan bittasi. Ya'ni mijozni boy va kambag'al demaymiz. Ya'ni qaysidir mijozni puli ko'proq, qaysidir mijozni misol uchun topish tutishi unga nisbatan kamroq bo'lsa, ya'ni boy mijozga ko'proq narx aytish, undan oddiyroq bo'lgan mijozga norma o'zingizni narxingizni aytish. Ya'ni siz bilyapsiz, mijoz kelyapti, qarayapsiz, u o'ziga to'q, puli bor. Misol uchun siz 50 mingga sochyapsizda, u mijoz bilasiz, siz 150 ming desangiz ham berishga qurbi yetadi va siz ishingizni qadrlaydi. O'zini topish tutishidan kelib chiqqan holatda 150 ming desangiz bera oladi. Shunaqa holatda 100 ming yoki 150 ming so'rashlik bu noto'g'ri narsa, adolatdan bo'lmaydi. Narxni imkon qadar bir xil ushlashligimiz kerak. Adolatli bo'lishimiz kerak. Agarda biz mijozni topish tutishiga qarab narx belgilaydigan bo'lsak, bu kerak bo'lsa barakamizni ham o'chirib qo'yishligi mumkin. Shuning uchun imkon qadar bitta narx qo'yganingizdan keyin u mijoz bilasiz, misol 50 ming bo'lsa, sizda strishga u mijoz 150 ming berishga qurbi yetishligini bilsangiz ham unga baland narx aytmang. To'g'ri, agarda u o'zi dildan chiqarib yoki ko'proq summa to'lab xizmat haqqi yoki qo'shimcha chivi berib ketayotgan bo'lsa, bu norma, bu yaxshi. Chunki u mijoz o'zi xohlab sizni ishingiz shunchalik uni xursand qilib, davolniy, misol uchun ishingizdan maza qilgani uchun misol sizni xursand qilib ketyapti. Buni holat normal holat. Lekin narxni har xil aytishlik, mijozni cho'nchagiga qarab narx balandroq aytishlik, men bu narsaga mutlaq qarshiman va noto'g'ri narsa deb bilaman. Meni ustozlarim ham shunaqa o'rgatishgan. Bitta ustozim aynan mana shu narsani tushuntirib, bu narsa noto'g'riligini va bunda baraka bo'lmasligini aytganlaridan keyin aynan shu narsaga amal qilishga harakat qilaman. Sizlarga ham tavsiyam shu. Demak, bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi. Qisqagina bo'ldi, lekin sizlar uchun Xudo xolisa foydali bo'ladi degan umiddaman. Sinab ko'ringlar, hayotingizga tatbiq qilib ko'ringlar. Xudo xolisa buni barakasini o'zingizlar ham his qilasizlar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishamiz.